Assalomu alaykum hamma. Men Xudo xohlasa biza Xivada Xumanur to'g'onasida xizmatdamiz. 420 odamga bir stol döşab turibmiz. Bugünkü stollarimizni menülarni ko'rsangizlar bo'ladi. Bugun hamkorlikda Anvarbek Torturgenç Xudo xohlasa bularning o'zlarini baraka sortilari, pechonyalarini aytgan narsalarni o'zlarimizda chiqqan narsa. Sifat hamma narsa tam birinchi o'rin. 6 xil mini pirojnimiz, 4 xil baraka sortimiz bilan Xiva Xumanur to'g'onasida tashrif buyurdik. Torbalarımız bilan hamkorlikda yana bemalol buyurtma versiyalar bo'ladi. Hammasi har xil ta'mli bo'lgan, eng asosiysi original ta'mli bo'lgan pirojnilarimiz bilan baraka sortlarimiz bemalol yaxshi kunlaringizni boshdan avval ishlaringlar.